Counter-Strike, PES, FIFA kabi o'yinlarni o'ynovchilar diqqatiga. Hozirgi kunda kompyuter va PlayStation klublarida yoshlar hamda kattalar Counter-Strike, PES, FIFA kabi o'yinlarni ommaviy ravishda o'ynab, vaqtlarini ko'ngilochar tarzda o'tkazmoqdalar. Biroq bu kabi o'yin klublarida sanitariya, gigiyena qoidalariga e'tibor yetarli darajada qaratilmayotgani jiddiy muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Klubda foydalaniladigan PlayStation pultlari va kompyuter klaviaturalari ko'pchilik tomonidan tez-tez ishlatiladi. Ammo ular muntazam va chuqur tozalab turilmasa, bakteriyalar va zamburug'lar mikroskopik qo'ziqorinlar uchun qulay muhitga aylanadi. Eng xavflisi shundaki, siz bu bakteriyalarni qo'lingiz orqali yuqtirib olishingiz va ularni uyga olib borishingiz mumkin. Uy sharoitida esa bu mikroorganizmlar ayniqsa immuniteti zaif bo'lgan bolalar va keksalarda turli infeksion kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Bolalar va qariyalarda immun tizimi kuchsizroq bo'lganligi sababli ularning tanasi mikroblarga qarshi yetarlicha himoya qila olmaydi. Oldini olish yo'li oddiy. Quyidagi ma'lumotlarga amal qiling. Shaxsiy va jamoat joylarida gigiyena qoidalariga qat'iy rioya qilish zarur. Bunda eng oddiy ammo samarali chora bu qo'llarni muntazam yuvish hisoblanadi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyasiga ko'ra, qo'llar 20 soniya davomida sovun bilan yuvilishi kerak. Ayniqsa, jamoat joylaridan qaytgach, ovqatdan oldin va hojatxonadan so'ng qo'llarni tozalash juda muhimdir. Toza qo'llar dasturiga amal qilinglar. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.